Namanganda parrandachilik rivojlanmoqda. Bunda yirik fabrikalar barobarida zakan zovurlar bo'yida o'rdakchilik xo'jaliklari tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Shu mavzudagi lavha Yangi Namangan tumanidan tayyorlangan. O'rdak serharakat suv havzalarida va yaylovlarda oziqlanuvchi go'shti parhezbop va mazali parranda turi tez katta bo'ladi va xaridorgir. Shu bois uni ko'paytirish ommalashib bormoqda. Yangi Namangan tumanidagi Sherbuloq mahallasida ham zakon zavurlari atrofida bugun o'rdakchilik xo'jaliklari barpo etilmoqda. Masalan, Yahyoxon Ahmadaliyev o'z xonadoni oldidan o'tgan zakanda 100 bosh o'rdak jo'jalarini parvarishlamoqda. Buning uchun suv yo'li atrofini zamonaviy to'siqlar bilan o'rab parrandaga joy qildi. Hovlim oldi. Mana o'rdakchilik bilan mana shug'ullanib kelyapman. Mana o'ylanib oldi, qo'shnilar bilan hamma joyga kelajadi. Klaster qilib o'rda parranda go'shtlarini ozon xalqqa yetkazib beramiz. Mana o'z katta xonalarni boshladik. Yarmi bitdi, yarmi qoldi. Hovlini oldi ham bo'sh turmaydi. Hovlini oldi ham bo'sh turmadi. Shu yerlardan foydalanamizda. Qo'shimcha daromad qilibdi. Uning qo'shnisi Tolibboy Bilolov ham xonadoni oldidan o'tgan zakanda o'rdak boqish harakatiga kirishgan. Xullas, bugun Sherbuloqda bu kabi amaliy harakatlar keng quloch yoydi. Mahalla fuqarolari yig'ini yettiligi esa ezgu tashabbusni qo'llab-quvvatlamoqda. Sherbuloq mahalla fuqarolari yig'inida bo'sh turgan zovur, bo'sh turgan maydonlardan unumli foydalanish maqsadida parrandachilikni yo'lga qo'ydik. Hozirgi holatda 5 ta tashkilot, bir 10 ga yaqin xonadonlarni tushuntirish ishlarini olib borib parrandachilikni yo'lga qo'ydik. Hozirgi holatda bu yerda 10 mingtadan ortiq parrandachilikni boshladi. Endi o'tka, o'rdak, g'oz, tovuqchilikni boshladi. Zakan oqov suvlari daqqonchilikka foydalanib bo'lmas edi. Lekin parrandachilikni boqish imkoniyati bor ekan. Fuqarolar o'zi ham targ'ibotlarni to'g'ri tushunib, o'zi ham xonadonlarni boshlash tarafdorida jarayonda ketyapti. 3 oy davomida o'rdakni boqsa, 3 kilo 5 kilo kilosiga chiqadi. Go'shtini ham daromadga sotsa bo'ladi. Tuxumni donasini hozirgi holatda 3000 so'mdan daromadga kirib, o'zi sotishni ham boshladi bular. Sherbuloq mahallasida 861 ta xonadon mavjud bo'lib, 4700 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Driver sifatida dehqonchilik va chorvachilik tanlab olingan. Endilikda bunga parrandachilik ham qo'shildi. Hozirda hududdan o'tgan asosiy suv yo'llarida o'rdakchilik xo'jaliklari soni ortib bormoqda.